Liju Gusilaning Mating bilan uchrash. Yaxshimisizlar do'stlar? Bunda qo's biz yana 3 podshohlikni davomli so'zlab ketdik. Oldingi filmda biz Liju Gusilaninki hamish o'rnining ichiga kirganligi, andan keyin Wang Yunning o'lib ketganligi to'g'riliq so'zlagandik. Am Liju Gusi o'rniga kirgandan keyin nurg'un qo'shin bilan kirdi. Hamda hayron qoldi bular. Chunki bular Shiliang chat yerdan kelganda o'rniki hayvat go'zal ekanligini ko'rib mast xush bo'lib o'zini yo'qdi demdi. Qanday qilamiz deb birinchi qadamda bular planida podshohni o'ldirib o'tmoqchi bo'ldi. Shunchalik o'ylaydi-da, podshohni o'ldirib o'tib o'zimiz so'rayli jahonni deb. Shuning bilan buni anglagan Jashu, ya'ni bularning mushaviri to'saydi bularni. Eng ahmoqlik mushu. Bundaq ahmoqlikni hargiz qilmanglar deb. Nima ish bunda deysiz degan vaqtda biz boshtil shu o'rtolg'a vaqtda podshohni qo'daymiz, Wang Yunni yo'qitimiz, Dong vaziri uchun imtihon olamiz deb kelgan. Bu yer keliblar podshohni o'ldirib etsak, bizning shuarimiz nima ketadi? Xalq bizga qanday qaraydi? Biz cho'qim xalqning qo'llashiga erishmasak, podshohni hozir yo'qitib o'tgan bilan necha kun, necha oy qolmay bizning yo'qitadigan odam chiqadi. Biz podshohdan foydalanishimiz kerak degan bir taklif berdi. Amiz qanday foydalanamiz degandan keyin podshohdan bizga huquq berish, ya'ni nom, mansab berish to'g'riliq o'tinayli. Bu amaldorlikda, ya'ni o'rda nurg'un mansab bor, bosh vazir deymiz, bu degandek har xil o'ng qo'l, so'l qo'l vazirlar bor. Ammo shundoq vazirliklarni biz talashib olsak bo'ladi. Harbiy huquq kuchi qo'limizda bor. Uning ustiga podshoh bizni bir amalga saylab qo'ysa, oning kuchi tixim kuchli bo'ldi, chunki uni butun jahonga jakorlaydigan gap. Xalqimiz bizni e'tirof qiladi degandan keyin bu gap ularning qo'liga yiqib podshohdan amal berish to'g'riliq o'tindi. Podshohga amal yo'q hamda. Kichik bo'lgandan keyin uning ustiga shularning qo'liga tushib qolgandan keyin bularga amallarni berdi. Shunday qilib podshohdan qolsalar eng amali cho'ng kishilar Liju bilan Gusi bo'lib qoldi. Ya'ni bular hamda Dongjuoning o'rniga dastsaydi degan gap. Podshohni qo'chaq podshoh aylantirib qo'yib, o'zining huquqini yurgizaverdi. Endi mushundaq bir huquq yurgizib, o'zining rohatini surib bularmi? Bahraman yashayotgan vaqtda Chang'anninki sirtiga tuyuqsizlar bir to'p qo'shin paydo bo'lib qoldi. Shuning bilan bular cho'chib ketdi. Bu kimdi hamda bizga urush e'lon qilib kelganlarmidi deb tanglab chiqsa, ham bu yerga chiqqan odam Mating. Ya'ni bu Mating degan kim degan vaqtda Ma Chaoninki dadisi. Endi bu Mating nima ish kelgandi deb ahvol egallagandan keyin, ham bu Matingninki shu Dongjuoni qutqizish uchun kelganligini bayqab qoldi bular. Shuning bilan Matingni taklif qilib o'rnining ichiga kirdi. Bular suhbatlashib qoldi-da. Sen nima kelding degandan keyin meni Dong Chongshan, ya'ni Dong vazir o'ziga hamdam bo'lishga chaqirgan. Men shunga keldim degan bir gap deydi. Shuning bilan bu Liju bilan Gusi hayron qoldi. Bu zodi qandaq ish degandan keyin bu hamda hikoyasini so'zlaydi. Asli Mating Dongjuoninki xetin topshirib olibdi-kanda. Ya'ni 18 taram qo'shini yangi yig'ilgan vaqtda endi bu Dongjuomi o'zininki qo'shinni kuchaytirish, ya'ni 18 taram qo'shinni mag'lub qilish uchun shu Matingga maxfiy yorliq yo'llabdi ekan. Sen menga yordam qilgan, menga yordamlashib, sizlar to'plashgan shu 18 taram qo'shiniga qarshi chiqqan. Biz ikkalan birlashib bularni yo'qitlaylik degandan keyin Mating shuning bilan yo'qotsak mayli, lekin menga nim bersa deb pulning gapini qildi bu hamda. Bu hamda pul boylik sal amroq odam ekanda. Shuning bilan Dongjuomi bo'ladi. Sen agar menga yordam qiliblar, ularni yo'qitadigan ish bo'lsa, men senga pul berma degandan keyin ma'qul deb bu ma'qullaydi. Ammo bu harakatga o'tmaydi. Nimishqa? Chunki vaziyatni kuzatish kerak. Nihoyat yilgar odam bu. Agar 18 taram qo'shin kuchli ko'p qolsa, bu 18 taram qo'shini tarafda turdi. Agar Dongjuo qo'shini sal kuchlanib, alan tarmar qilib qolgan vaqtlar atrofga o'tib, keyinni yig'ishtiriblar paydanmoqchi-da bu. Ikki tarafga yaxshichoq bo'lib boshda, oxirida qaysi taraf yengilay deb qolsa, shu tarafga hujum qiliblar. Demak, paydanmoqchi bo'lgan. Ammo qarab o'tsa, bu 18 taram qo'shini o'zila tarqilib ketdi bu yerda. Dongjuo hujum qilmaydi. Shuning bilan kimga yordam qilish, kimga yordam qilmaslikni bilinmay, keyindan bu Shiliang tarafga ketib qoldi. Ketgandan keyin bu yerda Dongjuo o'rdida
Undan keyin Dongjo bilan bu ancha-muncha xat aloqa qilib turgandan keyin Dongjo bilan bularning munosabati sal yaxshilanib qoldi. Asli Shiliang vaqtda bular ancha-muncha tirkishib turganda bir yerda bo'lgan. Ammo munosabat yaxshilanib qolgandan keyin bu Dongjo yo'q sharoitdan foydalanib Shiliang tarafda o'zining qo'shinini zo'raytib, kuchaytirib turdi. Bir fursat topib qolsa, cho'ng ish qilaman deb. Shuning bilan Dongjo'ninki shu xavf uchirganligini anglab bu yordamga kelgan gapda. Yordamga kelib, shu Dongjo o'lib bo'lgan vaqtga udil kelib qolgan. Andan keyin bu kelgandan keyin Dongjo'ning o'lgan xabarini anglab, nima deb o'ylaydi desa, baribir kelibdimi. Kelgandan keyin hamda paydo bo'lib qolsa, ep ketay. Bira men uni nom kelib qolamdi, yo bo'lmasa bir yerdan fursat kelib qolamdi deb, shuning bilan Li Jue Go'siningki yeniq kirdi. Kirgandan keyin bulardan talab qilib deb bo'ldi. Sizlarningki bosh vaziringlar, ayni vaqtdagi sizlarning shu pasbaninglar menga va'da bergan. Agar sen menga yordam qilish uchun o'rtirab kelsang, men senga nurg'un mol-mulk, oltin bermaydigan, endi sizlar menga beringlar deb o'tinib turib oldi. Bu Li Jue bilan Go'simi buni amal qilolmaydi. Nima ishqa? Chunki bu mu yordamga kelgan odam. Buning bilan ham urush qilolmaydi-da. Yoki buni kattay desa, buning nurg'un qo'shini. Shuning bilan bular tirkishib, o'sha yerda turib qoladi, bir-birini ranjitishmay, kayniga so'zib degandek ishlarni shu holatda minib ketadi. Demak, Matang bilan Li Jue Go'siningki shunday bir tasodifiy uchrashib qilish hikoyasi mana shunday. Unda qo'z do'stlar, bugungi mazmunni o'shanchalik so'zlab turlar. Keyingi filmda biz nima so'zlaymiz degan vaqtda shu Sao-Sao'ningki tali, ya'ni Prustningki kelganlik to'g'riliq so'zlaymiz. Film yaragan bo'lsa, yurakdan berib qo'yinglar, guldan berib qo'yinglar, alt raqamlarni yo'llab qo'yinglar. Texnik ko'p ish podshohlikqa, korxona tijoratga, savdoga, nutqqa oid darsliklarni olmoqchi bo'lib qolsanglar, ostidagi ulanmani besibla kirib tayyor darsni anglasanglar bo'ladi.